Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli musobaqalar o'ynashni boshlaymiz. Demak, mana bu yerdagi 11-yotgan itni yasab olamiz. Tez. Landan o'yin boshlandi. Lenin ko'proq yotgan itmas. Kim buni qanaqaligini topgan bo'lsa, kommentariyada yozib olsin. Men qanaqaligini topdim, faqat sizlarga aytmayman. Nega ekan? Shunchakimi? Nimaga? Dumini yasab bo'ldi. Kim? Tez atamiz. Ana ma'lum. Sarvar umuman tentirib, nima qilib yasatgan bilmaydi. O'zi nechinchi yasatgan bilyapsanmi? Bilaman. Mana bunaqami? Mana shunaqami? Yo'q, noto'g'ri ekan. Mana bunaqa ekan. Ro'yobdan. Demak, bu o'yinda yarim qarab bo'lsa ham Muslima g'olib chiqdi. Demak, eng arzon narsalardan mayli ol o'sha. Nakleykalar. Necha ming o'zi? Bitta. Necha ming? Demak, bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.